Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi tanishtiradigan mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz Ravon. Mashinamiz yumshoq bovlar qo'yilgan, 100% kraskasi toza. Mashinamiz bosib o'tgan masofasi 120 ming probeg yuribdi. Mashinamizni bahosini keladigan bo'lsak 120 million so'm. Mashinamiz kraskasi, probeglarni tekshirtirib olaverasizlar. Chexol, ninonim politlar qo'yilgan. Mashinamiz akkuratli holatda, чистый Ravon mashinamiz, rullar ham chiqib tushadi. Avtokredit, naqd pul, barter xizmatlarimiz bor. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa, ustunda chiroyli narxlarda yarashtirib beramiz mashinani. Liboy ustalaringizni tekshirtirib olaverasizlar mashinani. Mashinamizning bahosi 120 million so'm, 19-yil Ravon. Avtokredit ham chiqarib beramiz mashinani.